Har qanday iste'dod yoshlikdan to'g'ri shakllantirilsa, kelgusida o'zining ijobiy samarasini beradi. Bugungi ko'rsatuvimiz orqali ham ana shunday iste'dod egalarining faoliyati haqida so'z yuritamiz. Marhamat tumanidagi 26-son bolalar san'at va musiqa maktabida 200 ga yaqin o'quvchilar tahsil oladi. Ularga 12 xil yo'nalishda 35 nafar o'qituvchilar o'z bilim va tajribalarini o'rgatib kelmoqdalar. Albatta, yoshlikdan olingan bilim toshga o'yilgan naqshdir. Farzandlarimizni bolalikdan musiqaga, san'atga, kasb-hunarga yo'naltirish, ularni bu boradagi qiziqishlarini rivojlantirish katta samara beradi. Maktabning popopchilik yo'nalishida tahsil olayotgan Sarvinoz Soliyeva ham maskanning iqtidorli o'quvchilaridan. U yaqinda Farg'ona viloyatida o'tkazilgan xalqaro tanlovda o'z yo'nalishida Gran-pri sohibasi bo'ldi. Birinchi bo'lib rasmlar chizishni boshlaganman, kashlatganman. Keyin ko'proq men ayamdan qarab o'rganganman. Ayam yoshligidan pop-oplar tikatdi. Men ham ko'rib, doim tikayotganda yoniga borib qarab turardim. Qiziqish shunda uyg'ongan. Yoshligimdan beri qarab, o'rganib, men ham katta bo'lganda qilaman degandim. Birinchi bo'lib kashtalar tikkanman. Keyin bo'lsa pop-opga o'tganman. Boshlanishida qiyin, ko'rgandan keyin oson bo'lib ketadi. Qozog'iston xalqaro ko'rik tanlovida qatnashib, pop-opchilik yo'nalishidan Gran-pri sohibasi bo'lib qaytib keldim. Ko'rdim u yerda. Menga o'xshagan tengdoshlarim ham borishgan. Hamma har xil yo'nalishdan, men yo'nalishimdagilar ham bor. Ko'rdim, aylandik. Ular ham menikini ko'rishdi. Fikr almashdik. Bu yerda qalin matolarga emas, ko'proq yupqa matolarga ham bosilar ekan. Biz shuni ko'rdik. Menga yangilik bo'ldi shu. Men yaxshi kayfiyatda shunday yuksak maqsadlarni oldimga qo'yib keldimki, milliy matolarimizga yangilik qilib, pop-op bosib, zamonaviy milliy liboslar yaratmoqchiman. Rayona Odirjonova esa tasviriy san'at yo'nalishiga qiziqadi. 11 yoshli bu o'quvchi ham tanlovlarning yuqori o'rinlarini qo'ldan boy bermay kelyapti. Izlanuvchan, o'z qiziqishlari yo'lida ulkan maqsadlarni orzu qilgan bu o'quvchi ham kelgusida rassom bo'lish niyatida. Men kichkinaligimdan beri rasm chizishga qiziqaman. Birinchi mevalar, gullar, hayvonlar rasm chizganman. Keyin dadam musiqa maktabiga olib keldi. Musiqa maktabida rasm chizishni ustozlarim o'rgatdi. Rang berish, akvarelda, guvashda, qora qalamda, rangli qalamda ishlashlarni o'rgatdi. Chizishni o'rganganimda ustozim tanlovlarga olib bordi. Xalqaro tanlovda qozoq kelin rasm bilan qatnashdim. Birinchi o'rinda oldim. Unda men nihoyatda xursandman. Ustozlarimga, ota-onamga rahmat deyman. Kelajakda men rassom bo'lmoqchiman. Boshqa davlatlarga borib, vatanimizni samimiy insonlarni chizib tasvirlamoqchiman. Iste'dod bu insonga berilgan eng noyob ne'mat, lekin u qanchalik ko'proq ishlansa yanada yuksaladi. Chunki ijodkorlik iqtidori bo'lgan insonda kreativ fikrlash va yangiliklar kashf qilishda ham qobiliyati yuqori bo'ladi. Shu bois ham bolalarning iste'dodlarini qo'llab-quvvatlash maqsadga muvofiqdir. Bunda ayniqsa, ularning ustozlarining mehnatlari alohida ahamiyat kasb etadi. Yigirma nafar o'quvchim bor. Men o'quvchilarga tasvir san'at sirlarini, qonun qoidalarini, bilimlarini o'rgatib kelmoqdaman. Jajji o'quvchilarim ham bor, katta yoshli o'quvchilarimiz ham bor, bitiruvchilarimiz bor. Ularga ham tasvir san'atni o'zini yoshiga moslab, chizishni, qonuniyatlarini, ranglarni, atrof muhitni, tabiatimizni o'rgatib, ular tasvirlashni o'rgatib kelmoqdaman. Bo'sh vaqtlarimda hunarim bor. O'quvchilarga tanlangan fan darsimizdan
pop-upchilik yo'nalishi bo'yicha qo'shimcha ravishda o'rgatib bormoqdaman o'quvchilarga. Olgan bilimlarini chizgan asarlari bilan ko'rik tanlovlarda qatnashib, yaxshi mukofotlar olib, o'rinlar olib, yutuqlarga erishib kelyapmiz. Bolalar bilan ishlashda bizda uncha qiyngarchilik tug'ilmaydi. O'rta maktabdan farq qiladi. Bizda endi o'quvchilar asosan bu yerga qiziqib, xohishi bilan keladi. Ular xohlagan bilimlarni yetkazib, uning uchun o'zimizdan ham tajriba, izlanish talab qiladi. Har bitta o'quvchini o'zini xarakteri bor. Yoshida xarakteri bor. Bir xil sinf bo'lgani bilan bizda hamma o'quvchimiz har xil yoshda bo'lib qolishi mumkin. 2-sinf, 3-sinf, 1-sinf bo'lib qolishi mumkin. Shunda o'zini xarakteriga, yoshiga qarab munosabatda bo'lamiz. Hamma o'quvchini qiziqishi har xil bo'lib qoladi. Tasviriy san'atda ham turlari ko'p. Bitta o'quvchimiz grafika yo'nalishiga qiziqadi, bittasi rang tasviriga qiziqishiga qarab yo'nalish berasiz. Bola shu yo'nalishga qarab ketadi. Raqs go'zallik, mahorat va iste'dod beshigidir. U ijrochida azaliy qadriyatlarimizga ehtirom tuyg'ularini uyg'otadi. Qolaversa, xalqimiz madaniyati ildizlari naqadar teranligini jahonga namoyon etishi bilan ahamiyatlidir. Shu bois ham raqs har doim odamlarni o'ziga jalb etishi bilan alohida o'rin tutib kelmoqda. Maktabning raqs to'garagi o'quvchilari ham mana shu g'oya bilan tahsil olyaptilar. Biz Kamalak bolalarida milliy raqsga tushib, 3-o'rinni olib kelganmiz. Raqs sog'lom bo'lish uchun, bu yaxshi harakatlar qilish uchun raqs foyda beradi. Shuning uchun oyim, ustozim, ota-onam, buvalar menga dalda berib turishgan va men raqsga o'qiganman. Men ko'proq zamonaviy raqslarni tushishga yaxshi ko'raman. Kelajakda men raqs ustozi bo'lmoqchiman. Bolalarga raqs sirlarini o'rgatmoqchiman. Bolalar bu yerda estrada xonandaligi bo'yicha ham o'z iqtidorlarini shakllantirib kelmoqdalar. Ular turli janrlarda kuylashlari orqali san'atga bo'lgan mehri yanada ortib boryapti. Azamjon Habibullayev ham maktabning iqtidorli o'quvchilaridan. Men 5 yoshimdan shu yerga kelganman. Men gitara va pianino chalishni yoqtiraman. Ularni teng o'rganishga harakat qilyapman. Hozir men bandaman qo'shig'ini ijro qilmoqchiman. Dutor bu milliy cholg'u asboblari orasida ohangi yoqimli bo'lgan cholg'udir.
undagi kuy insonga ruhiy halovat va sokinlik baxsh etib, tinglagan insonga sezilarli darajada ijobiy ta'sir o'tkazadi. 26 bolalar musiqa va san'at maktabida 5 yildan beri tahsil olib kelaman. Bu yerga kelishimga birinchi sabab oyijonim bo'lgan. Oyijonim qiziqtirib, oyijonim bilan ustozim olib kelgan. Bu yerda birinchi bo'lib men Ismigul ustozda o'qiganman. Undan 2 yil tahsil olib, undan so'ng Anora ustozda o'qiganman. Oxirgi ishtirok etgan ko'rik tanlovim Yormatov nomidagi ko'rik tanlov bo'ldi. Unda ikkinchi o'rinni egalladim. Bunda esa Sado Sharq kuyi bilan egalladim. Uni ustozim Yo'ldosh va Anora ustoz o'rgatib keldi. Vatanga muhabbat va sadoqat tuyg'usini betakror so'z, ohang va ranglarda tarannum etishning o'zgacha zavqi bor. Buni mana shu tuyg'ularga oshno qalblargina teranroq anglaydilar. Inson ruhiyatini to'g'ri shakllanishida muhim bo'lgan ohanglar jilosi yangi iste'dodlarni kashf etaversin.